Satrni go'zalligini qarang. O'tkir hoshiyu daftar hoshiyasidek bitiklarda. Xudodan umr ber deb so'raganlarni ko'rdim. Xudodan baxt ber deb so'raganlarni ko'rdim. Xudodan farzand ber deb so'raganlarni ko'rdim. Xudodan davlat ber deb so'raganlarni ko'rdim. Xudodan omad ber deb so'raganlarni ko'rdim. Faqat Xudodan ey yaratgan egam, men nodonga bir chimdim aql ber deb so'ragan bandasini ko'rganim yo'q. O'kinch, daraxtning meva tugishiga shay turgan qanchadan qancha gullarni bemavrid shamollar uchirib ketgani singari umrning qanchadan qancha onlarini hasadgo'ylik va fikrlar yetkazgan jarohatlardan og'rishu turmush ikir-chikirlarini o'ylash bilan besamar o'tayotganiga o'kinaman. Dunyoda eng aqlli jonivor baliq. Birinchidan u soqov, ikkinchidan muttasil dimini likillatadi. Tabiat gultoji. Kiyik och qolmaslik uchun ko'kat yeydi. Ammo bir-birini o'ldirmaydi. Sher och qolmasligi uchun kiyikni yeydi. Ammo bir-birini o'ldirmaydi. Odam ko'katni ham yeydi. Kiyikni ham yeydi. Ko'ngli xush uchun sherni ham o'ldiradi. Keyin urush qilib bir-birining boshini yeydi. Bilimdon, hamma narsani bilaman deydigan odam hech nimani bilmaydi. Satrni go'zalligini qarang. Xudbin, o'zidan boshqa hammani yomon ko'radigan odam oxir oqibat o'zini boshqa hammaning nafratiga yo'liqadi. Xavfli odam, yaxshiyam yomongayam birdek yaxshi ko'rinishga urinadigan odam eng xavfli odamdir. Ehtiyot bo'linglar. Bunaqa odamlar bor hayotda.